Mahmud Zamakhshari nomidagi viloyat axborot kutubxona markazida Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxonasi tomonidan o'tkazib kelinayotgan yilning eng yaxshi axborot kutubxona mutaxassisi ko'rik tanlovining viloyat bosqichi bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. 4 shart asosida tashkil etilgan ko'rik tanlovidan ko'zlangan asosiy maqsad aholi o'rtasida kitobxonlikni targ'ib qilish va sifatli axborot kutubxona xizmati ko'rsatishni yo'lga qo'yish borasida olib borilayotgan tadbirlar va ularni aholi orasida targ'ib qilishdan iborat. Tanlovda viloyat, shahar va tuman axborot kutubxona markazi mutaxassislari bu boradagi bilimlari, tajriba va amaliy ko'nikmalarni namoyish etadilar. Viloyat bosqichida 4 ta shart. Birinchi sharti bular buktreylerlar tayyorlab keladilar. Ikkinchi sharti sohaga oid terminlardan bahrabayt. Uchinchi sharti bular sohaga doir loyiha ishlab chiqaradi. Har bir ishlab chiqadi. Mutaxassis shu loyihasini ko'rsatib beradi. Bu loyihada kutubxona sohasida texnologiyalarni jalb qilib, kutubxona sohasida ishni yengillashtirish maqsadida loyiha qiladilar. Shu loyihalarni yoqlab hozir bizlarga ko'rsatib beradilar. 4-sharti hozir bo'lib turibdi. Bu sinov bo'ladi. Ko'rik tanlovda mutaxassislar o'z bilimlarini, tajribasini oshiradilar. Bundan maqsad yanada mutaxassislarni ish jarayonlarida ishlarini rivojlantirishga turtki bo'ladi. Tanlovda ishtirokchilar kitob va kitobxonlikni an'anaviy hamda interfaol usullarda targ'ib qilish bu borada har bir muassasa hamda ishtirokchi tomonidan amalga oshirilayotgan loyihalar bahru bayt aytish test sinovlari orqali baholandi.